Ikkinchi jahon urushi paytida AQSh bombardimonchi samolyotlari Yevropa osmonida tez-tez urib tushirilardi. Harbiy havo kuchlari bazaga qaytib kelgan har bir samolyotni sinchiklab o'rganib chiqdi. Ular hamma yoqda o'q izlari borligini payqashadi. Qanotlar shikastlangan, quyruq qismi esa titilib ketgan. Yechim juda oddiydek tuyuladi. Ya'ni samolyotning qanotlari va quyruq qismini zirh bilan kuchaytirish kerak. Muhandislar chizmalarni tayyorlay boshladilar. Ammo shu payt xonaga kirib kelgan statistik olim Abraham Wald muhandislar keraksiz joyni kuchaytirayotganini aytadi. Ofitserlar unga hayron bo'lib tikilib qoladi. Axir hamma dalillar shundoq ko'z o'ngimizda turibdi-ku deyshadi. Wald esa qanoti va quyrug'iga o'q tekkan samolyotlar uyga qaytib kela olgan. Demak, bu qismlar shikastga bardosh bera oladi. Dvigateli va uchuvchi kabinasiga o'q tekkan samolyotlar esa hech qachon qaytib kelmagan. Bu joylarda o'q izlari haqida ma'lumot yo'q, chunki o'sha samolyotlar okean tubiga g'arq bo'lgan. Zirhni o'q izlari yo'q joylarga qo'shing deb aytadi. Ofitser va muhandislar olimga quloq solishadi va samolyotlarning omon qolish darajasi keskin oshadi. Ilmiy tilda bu narsa omon qolganlar xatosi deb ataladi. Biz faqat elakdan o'tgan narsalarnigina ko'ramiz. Milliarderlarning hayotini o'rganamiz-u, lekin ular bilan bir xil ishni qilib bankrot bo'lgan minglab odamlarni e'tiborsiz qoldiramiz. Eng muhim ma'lumotlar ko'pincha ko'zga ko'rinmaydi, chunki biz faqat omon qolgan qismiga qarayapmiz. Mana shunday murakkab narsalarni sodda tilda bilishni xohlasangiz, Tanga.uz ga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.